Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Opajonlar, singillar, shu qizni haqqiga duo qilib qo'yinglar. Hadichaxon, hammamiz ham onamiz, otamiz, farzandlarimiz bor. Shu qiz yashab ketadi deb o'ylagandim. Juda ham Allohdan so'ragandim shu qizni yashab ketishni, lekin o'lim haq. O'lim yosh, vaqt tanlamas ekan. Lekin shu insonlarga ham rahmat katta. Ehson yiqqanlarga, yig'ib berganlarga, yordam qilganlarga, onasiga Allohim sabr bersin. Hammaga sabr tilayman. Onani yaratmasin ekan. Ona bo'lish juda ham qiyin ekan. Shu bolaga ham rahmat, blogerlarga ham qaranglar qancha foydasi tegadi. Yaxshilik ishlar bilan shug'ullansa bo'lar ekan, qarang. Kimnidir g'iybat qilib, kimnidir yomonlagandan ko'ra shunaqa ehson yig'ib, kasallarga yordam qilib, muruvvat qilib, yaxshilik ishlar bilan shug'ullansak yaxshida. Duoda bo'laylik. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Allohim sabr bersin shu farzandning onasiga. Sabr, sabr.